Assalomu alaykum qadrdon kanalimiz a'zolari. Bugun 4-dekabr 2025-yil. Mana navbatdagi laboga ham chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Laboning ichlariga shu mizalatsa qildi bortlar ichidan. Poliga rezinka olib kelibdi akamiz. Bu rossiyskiy rezinka bo'ladi. Mana qalinliklari Toshkent rezinkasi bilan bir xil, prosta narxidan farq qiladi. Bu rezinka hozir bizda mavjud emas, lekin narxi 1.150.000, 1.200.000 holatda bo'ladi shu rezinka. Toshkent rezinkalari 700.000 atrofida bo'ladi. Hop, yonlari shu mizalatsa, ichlarida po'kak konteyner pollari bor yonida. Bu joylar 1.5 sm ichkariga qaytgan, ochganda qo'lda ilmaydigan holatda bo'lgan mana. Zakolovka holatda qilingan. Pastiga alohida sondiqlarimiz bor, videolarimizda qo'yganmiz. Tepasiga bagajlarimiz bor, alohida rezinkasi bor aytganmiz, dugasi bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Bordon qishlog'i svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa like bosib, do'stlar yaqinlarga yuborib qo'yasizlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, fikrlarini bemalol qoldirishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani, Bordon qishlog'i svetofor yaqinida bo'ladi.